Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz gepatit B, C, D, E turlari haqida suhbatlashamiz. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, siroplari, malhamlari yordamida gepatitni B, C, D, E turlariga shifosi bor. Bemalol kelib lechini olib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Qayta davolanishga oylab, yillab umringiz o'tinchali dorilarini iste'mol qilib yurishga umuman hojat yo'q. Bemalol kelib giyohlarimizni, siroplarimizni, malhamlarimizdan foydalanib gepatitni B, C, D, E turlariga shifoli bo'lasizlar degan tavsiyani beraman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kelgisi efirlargacha deb qo'yaman. Layklaringizni bosaveringlar. Qanchalik layk bossanglar, shunchalik ko'proq insonlar ko'rishga muvaffaq bo'ladi. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin. Bemorlarimizga Allohim shifosini bersin. Giyohlarimizdan, siroplarimizdan iste'mol qilgan bemorlardan butunlay gepatit kasali chiqib ketadi, yo'q bo'ladi. Sog'lom insonlar xatarida bo'ladi. Qayta davolanib yurmaydi.